Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 1-iyul, soat ertalab 7:30. Uyga kirgandim dam olishga. 3 kun dam oldim, yana hozir ishga chiqaman. Taksi kutib o'tiribman. Yakshanba kuni obedda kirdim. Bugun uje chorshanba ertalab 2,5 kun dam oldik-ku. Hozir ishni boshlaymiz. Hali ish bergan yo'q, ishimiz aniq emas, qayerga borishi. Hozir borib traktorda joylashamiz. Ertadan borib narsalar tashlab kelgandim, ozgina produktlar qilgandim. Kiyim kechaklarni hammasini trakka tashlab kelgandim. Hozir borib uni joylashtirib turaman. To'g'ungacha ish ham topib qolsa yaxshi bo'ladi. Keyin ishni olib, ishni boshlaymiz xudo olsa do'stlar. YouTube'ga video joylayapman. Uyda Wi-Fi bilan ulagandim. Hozir ozgina qolgan. 1 soatlik zaguzkasi qolgan. Shunga hozir telefondan Wi-Fi berib ulayapman. Biz taksi ham keldi. Good morning. Trakda ham bir tekshirib olamiz. Yo'limizda mo'yka ushlasa bugun bir mo'ykaga ham kirib chiqish kerak. 2 haftadan beri kirilgan yo'q mo'ykaga. Olganimdan beri, to'g'ri. Aytganimda ertalab barvaqt kelib ketgandim trakka. Bozorliklar tashlab produktda suv olgandim, ancha narsa olgandim. Taksida olib kelgim kelmadi. Endi hozir bularni hammasini joylaymiz. Ikkita ikra, ikkita qovurdoq. Bular ekstrem vaziyatlarga, siz ovqat topolmagan paytlarda o'sha go'sham olib chiqaman marinovka qilib. Mangal bor, yo'lda agar yaxshiroq joy uchrab qolsa, shashlik qilamiz. Sig'mas ekanmiz. Ne bo'ladi? Nonni bittasini ham marajga qo'ysak, ko'pana bosmay turadi issiqda. Tashqarida tursa tez ko'pana bosib qoladi. Dam olishdan keyin ishga chiqishim uncha yoqmaydi. To'g'ri bir kun ishlab o'rganib olguncha dam olish ham tez o'tib ketadi. 3 kunga kirgan bo'lsam, bilmadim qanday o'tib ketdi. O'z kunlar tez o'tyapti, traktor ham tez o'tib ketadi. Bir qarasiz 2 hafta o'tib ketgan bo'ladi.
Traktor karavatning tagi. Katta joy bo'ladi bu yerda ham ancha-muncha narsa ketadi. Shu yerga narsalarni qo'yib qo'yganman. Mana yashil ichida kempingga chiqadigan narsalarim agar shunaqa vaziyat bo'lib qolsa yo'lma-yo'l dam olishga vaqtimiz bo'lib qolsa, shunaqa sharoit bo'lib qolsa deb olib olganman. Mana yo'lda ko'ramiz. Buning ichida mangal, ko'mir hamma narsa bor xullas. Bu gaz plita, suv, kameraning jihozlari bunda yana qo'shimcha. Yana ancha joy bo'sh qolgan. Bularni asta-asta to'ldirib olamiz. Narsalarni ham joylashtirib oldim. Endi yuk kutib o'tiramiz. Hozir yozib qo'yaman, yana bir eslatib qo'yaman ishga chiqqanimda dispetcherga. Shu bilan yuk bersa, yuk qaysi tomondan ayog'idan chiqishi ozgina qiyinroq. Atrofimdan o'shanga boshqa shtatga borishga ham yaqin atrofdagi shtatlarga shunga so'rab ko'raman. Agar bu yerdan yuk chiqishi ehtimoli kamroq bo'lsa, asta yurib turaman vaqtdan yutqizmaslik uchun. Bizga yangi saykl ham ochilgan, haftalik 70 soat. Va nihoyat bizga ish berdi. Soat 2:50. Bitta ish tashlaganda 2 soat oldin. U ishni ola olmabdi. Programmada qanaqadir muammo bo'lgan ekan. Hozir yana bitta ish tashladi. Ertaga pikap bugun ulgurimizga olishga soat 4 da yopilar ekan. South Dakota shtatidan, ya'ni Janubiy Dakota shtatidan Utah shtatiga ketar ekan. Xudosi juma kungacha olib boramiz. Hozir 261 mayl Detroit haydab borishim kerak. Ertaga ertaman soat 8 da ochilar ekan. Bu yerdan yukni olib to'g'ri Utahga yo'l olamiz. Shu yerda qolib ertalab haydasam ham bo'lardi, lekin yaqinroq borib qo'ygan yaxshi. Yo'lda qanaqadir muammo bo'lib qolsa ham vaqt oqishga ketmaydi. Ham borib yaqinroq dam olamiz. Ertalab barvaqt turib haydagandan ko'ra. Qani ketdik bo'lmasa. Turn right on South Dayton Avenue, then take the second left. Interstellar kinosini ko'rganmisizlar? Xuddi shunaqa makkazor bo'ladi-ku. Men ham boshida o'ylaganimki, Ayovada olinganman deb o'ylasam, adashgan ekanman. Qidirib qarasam, Kanadada olingan ekan kino. O'sha uy ham Kanadada joylashgan ekan. Ayova shtati ham juda o'xshaydi. Ayniqsa hozir ozgina bo'ron kelyapti, chang bo'ron bo'lsa kerak. Havo unchalik tiniq emas, o'sha Interstellar'da vibe'ini berib turibdi.
Janubiy Dakota shtatiga kirib keldim. Yukimizni olishga 48 mayl qoldi. Hozir bu yerdan traktordan nima olishim kerak? Strap, ya'ni yuk qatirish uchun. O'zimda 4 ta bor edi, 2 marta yuklangan treyler drop qilganimda o'sha ichida qolib ketgandi. Uni olishga ruxsat berishmaydi. Chunki plombasini o'zlari ochish kerak. Shuning uchun kompaniyaga aytsam, hozir traktordan olib oling. Biz EFS kod jo'natamiz deyishdi, ya'ni pullarni to'lab berishar ekan. To'rdan uni olamiz, keyin treylerda ichi ham ozgina iflos edi. Uni ham bir shifrib olaman hozir. Ertaga yuklanmas ehtimoli ham bor, agar iflos bo'lsa tozalab olamiz. Shu bilan dam ertagacha. Hali bizda soat barvaqt. Soat 6:33. Hali ertagacha bir dunyo vaqtimiz bor xullas. Vaqtdan foydalanib video montaj qilaman. Ancha katta traktor ekan men oldin kirmagan ekan. Bu yerda hali ham yangi bo'lyapti. Tarchalarni olib qo'yishmoqda. Shu yerda bor ekan strap. Kattasi ham bor ekan, maydasi ham bor ekan. Bizga mana shunisi. Shundan 4 olsak bo'ladi. Hozir bittasini olib boramiz buni. Ko'paytirib ko'ramiz narxini 4 taga. Shunga to'g'rilab pul jo'natishadi. Keyin olamiz. To'rtta strap $125 bo'lar ekan. Hozir kompaniyaga yozib yubordim. Bilmadim qachon javob berishadi, qachon o'sha pulni tashlasa, sirasi kelib olib mashinaga qo'yib qo'yaman. Bungacha treylerni ichini shifrab olamiz hozir. Vaqtdan yutish uchun. Asta-asta kech kiryapti. Traktor ham to'lyapti. Bunchalik iflos emas, ozgina kilomkalar bor ekan, ozgina. Biz treyler ham yangi ekan. Ba'zi joylar injiq bo'ladi hozir. Yuqoladigan joyim ham shunaqa joyga o'xshadi. Shuning uchun ertaga vaqtimiz ketgandan ko'ra oz tozalab olamiz. Top toza bo'ldi. Baribir bu treylerda ertaga bunga yuk ortib, olib borib yana buni tashlaymiz, boshqa treyler olamiz. Treylerdan yursak ham bo'ladi, ba'zi shunaqa yuklar ham uchrab qoladi ora-orada. Treyler almashtirishga to'g'ri keladi. Bu bunchalik yoqmaydi. Nimaga deganda, bitta yangi treyler bilan yurgan yaxshi-da. Aybi bo'lsa o'zini o'sha bittan to'g'rilab, chunki ba'zi treylerlar borasiz, balon ketgan bo'ladi, tormoz ketgan bo'ladi. Ba'zi muammolari bo'ladi. Ha deb alishtirib yurish odamga yoqmaydi. Lekin ba'zi qulay tomoni shuki, yuk tushirishda vaqtingizni ketkazib o'tirmaysiz. O'sha treyler drop qilasiz, bo'shini olib ketaverasiz. Plusi ham bor, minusi ham bor.
yaqin atrofda Laos Truck Stop yo'q ekan. Menda faqat o'shanda kredit bor. Yuvinish uchun dush qilish. Bu yerlarda bo'lsa pullik. Kamida $20. Ertalab yuvingandim, baribir issiqda. Chidab bo'lmaydigan darajada issiq. Hali strapga javob kelgan yo'q. Ertagacha kelib qolsa bo'ldi bizga. Ertalab bo'lsa ham olib chiqib ketamiz. Hammaga xayrli kech do'stlar. Xayrli tong do'stlar. Ertalabda surpriz. Ertalabda chiroyli kadrlarni olaman degandim dron bilan. Dron birdaniga svyazi yo'qolib qoldi. Hozir qaytga tushganini borib ko'rmoqchiman. Oxirgi shu yerda svyazi yo'qolgan ekan. Hozir 7 minutlik piyoda yo'l deyapti, lekin topamizmi, topolmaymiz bilmadim. Bu aniq emas. O'zi qaytib kelish kerak. Svyazi yo'qolsa ham bu dronlar qaytib kelish kerak. Qayerdan uchgan bo'lsa, lekin bu juda ajoyib bo'ldi. Batareyasi ham to'llaydi. Hech qanday problem bo'lmagandi. Qattiq shamol ham yo'q. Sababini bilmadim. Hozir tushgan joyi ham bu qishda mencha olingan Google'da nima? Yalanglik kal, ya'ni hech nima ekilmagan. Hozir bo'lsa bu taraf yashillik ko'rsatyapti. Ammo yashil bilmadim. Agar balandroq marka bu narsa ekishgan bo'lsa balandroq uni topish ham qiyin bo'ladi. Lekin ko'rinishdan balandlik emas. Borib ko'ramiz. Bu yerda yaqin atrofda aeroport ham yo'q. Agar dron topsam kadrlarni topib qo'yaman. Atrofimiz yalanglik, qanaqa taqiqlangan joy emas. O'zi Google ham, nima ham, DJ ham o'zi ko'rsatib turadi, taqiqlangan joyda qizil bilan belgilab turadi. Unaqa joy ham emas. Shunisiga hayron qolyapman. Yaxshi hamki baland narsa ekilmagan ekan, hozir aniq o'sha tushgan joyini ko'rsatyapti. Hozir o'sha yerga borib ko'ramiz qani. Ana ovozi kelyapti, cho'ta. Bipillayapti hozir men. Kartaga qidirib ko'raychi. Bipillayapti. Hozir qidirib ko'ramiz. Nimaga bipilladi? Aloqaga chiqdim ekan. Desam yo'q. Hozircha hech qanaqa informatsiya yo'q, lekin nimagadir bipillayapti. Umid qilamanki bu yerda egasi yo'q. Borib dronni olganimizcha. Yaxshi agatlar bunaqa tozda ekan, topish oson bo'lar balki, ko'rinib qolar. Lekin bu nimagadir bipillayapti bilmadim. Aslida dron bipillash kerak. Yaqiniga borsam. Lekin drondan umuman xabar yo'q. Shu o'rtalarga tushgan deyapti, hozir borib ko'ramiz. Aniq lokatsiyasi shu bo'lsa. Yetib ham keldim, lekin bu atrofda dron ko'rinmayapti. Hozir yana svyaziga chiqishga urinib ko'ramiz. Mana o'zi bipillash kerak, o'sha narsa ham ishlamayapti-da. Pol dron o'chib qolgan. Nimagadir. Unaqa mayda dron emas, ko'zga tashlanish kerak agar atrofda bo'lganda. Aloqani yo'qotgandan keyin uyga qaytish kerak, uni ham kutib o'tirdim. U paytgacha o'zi allaqachon qaytish kerak edi. Qaytmadi. O'zi ertaga yopishtirib qo'yishim kerak ekan dronga. Shunaqa paytda yordam berardi. Xayolga ham kelmaganda, umuman bo'lmaganda oldingi dronlarimda ham. Mana shundoq koordinatasini ustida turibman, lekin bu atrofda 6 metr radiusda aylanib chiqdim. Umuman yo'q. Svyazni yo'qotgandan keyin dalcha uchib ketganmi deyman. Bu dron 100% o'chib qolib, batareyasi nimadir muammo bo'lganmi, bilmadim. 100% o'chib qolganda, agar biror xil avariyli holat bo'lganda ham u batareyasi tursa, ishlab turardi, GPS boshqasi. Lekin hozir 100% o'chgan. Juda qiziq. Hozir bu dronda bor yo'g'i 2 marta uchirgandi, bu yangi edi. Oldin ishlatganim 3 Pro edi, bu 5 Pro edi, mini. Yaxshiroq edi, sifati ham boshqasi ham, lekin ko'rib turganlaringdek ko'p xizmat qilmadi.
Orqaga qaytaman. Foydasi yo'q menimcha. Hozir bitta umidi bor. O'sha qayerdan uchirgan bo'lsam, o'sha yerga qaytish umidi bor, lekin u yerga qaytgan bo'lsa ham baribir Svyazga chiqish kerak-da endi. Chiqmagan joydan umid. Hozir borib ko'ramiz. Bo'lmasa o'sha dalshi yukimizga ham borishak bo'ladi o'sha. Soat 7 bo'lib qoldi. Ertalabda shunaqa rasxovat. Hali buni ham bir xayrligi bordir. Oyog'ida ham loy qilib tashladik. Pultni ham batareyasi o'lyapti o'sha. Oxirgi 12 kunlik kadrdan ko'rsatar ekan. Qayerga yo'qolganini. Lekin u atrofda men rosa qidirdim. Umuman yo'q. Dalshi uchib ketgan bilmadim qayergadir. Agar tushganda bilinardi. Bir muammosi chiqqan, ish chiqib qolganmi? Ko'rib turganlaringdek atrofda hech qanaqa aeroport yo'q, qizil zona yo'q. Taqiqlangan zona yo'q. Bilmadim nima bo'ldi. Menimcha shu dronda ошибкасы bo'ldi yo'q. O'zi YouTube'da ham ko'rgandim, ba'zi shu beshlarda shunaqa muammo borligini. O'zi nima, antena yo'qolib, dron yo'qolishini. Ular ba'zilar topgan, men ko'rgan videolarni. Atrofga yiqilgan bo'lgan, meniki yo'q. Borib rosa qidirdim, yo'q, hech yo'q. O, ishonasizlarmi yo'qmi? Maydacha qaytibdi. Yosh bola buncha xursand bo'lsa kerak. Wow. Wow, qaytdi. Xudoga shukr, xuddi shu yerdan uchirgandi. Parvarish qilmadim, Allohga shukr. Halol ekan, qaytdi. Wow. Lekin o'chib qolgan dron, qaranglar. Qaytgan-u o'chgan. Bilmadim, men ketgandan keyin qaytgan, lekin men shu yerda ham kamida 15 minut o'tirdim. 15 minut ichida bu qaytish kerak allaqachon, chunki tez uchadi. O, 20-30 sekundda qaytib qo'yish kerak edi. Hech qaytish nima bo'lmagan, shikastlanmagan, soppa-sop qaytib keldi. Batareykasini ko'ramiz. Lekin batareykasi o'ylik. Ko'ryapsizlar, bironta ham svetchasi yonmayapti. Batareykasi 100% go'zal, hech qisi yo'q. Hozir bunga update kelgan ekan, обновление, o'shani update qilib yuboraman bundan keyin. Keyin ertak biron joyga yopishtirib qo'yaman, har ehtimolga qarshi. Allohga shukr, endi biroz zapravkaga kirib bir yuz qo'limni yuvib chiqmasam, dabdala bo'lmaydi bunda. Ham oyoq kiyim, buruklar. Mana oyoq kiyim, buruk hammasini almashtirish kerak. Glomisi dron topildi. Uni ishlamas. To'rtta strap oldim. Hozir buni chekini kompaniyaga tashlab qo'yamiz. Pulni to'lab berishar ekan kecha. EFSchilar ishdan ketgan deganda. O'zingiz olsangiz hisobiga tashlab beramiz deganda. Oylikka qo'shib oldim. Turn right on South Dakota 50, then take the first left. Hozir dronni qanday qaytib kelganini taxmin qildim. Taxminim bo'yicha dron zayrati kam qolishigacha o'sha bir joyda turgan. Antenasi yo'qolgan, lekin bir joyda turgan. Zayrati o'sha 25% mi 30% qolganda o'sha orqaga qaytishni boshlagan. O'zi dronda shunaqa narsa bor. Zaryati kam qolsa o'zi avariyani holatda o'sha orqaga qaytishni boshlaydi. Demak, men kutgan vaqtim bu yerda 15 minut, u o'shda bo'lgan. Keyin zaryat kam qolgandan keyin qaytgan. Hali yana vaqtim bo'lganda ochib nima qilaman, montaj paytida ko'raman. Agar syomka pauzaga tushmagan bo'lsa, ko'ramiz qanday qaytib kelgan, qaysi payt qaytib kelgan, qancha turganligini. Qiziq. Masalan, bundan keyin sразу anaqalar bordi. AirTag qo'yadigan, dronga yopishtirib qo'yadigan. Shundan bitta zakaz qilishim kerak, keyin obnovit qilishim kerak nimasini. Update kelgan ekan, yangi programmasi kelgan ekan. Shuni update qilsam
Bundan keyin xudo xolasa bunaqa uzilishlar bo'lmaydi menimcha. Free flowing, sailing with the wind, not knowing how this story ends. Kind and brave, I know you'll find a way. Live your truth and good will come. Sweet Muxlislar ham bor ekan, amerikanslar. Yosh maktab bolalar kelib, kamerani ko'rib TikTokka olasanmi deb aytdim. Yo, YouTube'ga olaman desam, yozib oldi aytdim. Men o'zim tilimda qilaman desam, baribir ham yozib oldi. Qidirib ko'ryapti. Odamlarga qiziq, ba'zi joylar shunaqa bo'ladi o'zi. Aytadi. Qiziqmas deydi tili, prosta tomosha qilib. Qiziq bo'lsa kerak, balki o'zimda ko'rib qolaman deb o'ylashadimi? Video chiqqanda. Shunaqa. Endi kutib o'tiramiz yuklashini. Trakda kutib o'tirganda biz qachonki yuklab bo'lsa o'zimiz aytamiz dedi. O'sha aytganimda o'zi nimalar ekan? Uy hayvonlarini qutilari, ya'ni u yoq bu yoqqa olib boradigan qutilar bo'ladi, reshotkalik. O'shunaqa qutilar ishlab chiqarishar ekan. Ham ishlab chiqarishadi, ham siqiladi. 15 soat 12 minut yo'limiz bor ekan. 1053 mayl. Hozir men South Dakotani chegarasiga yaqin joydaman. Bu yerdan South Dakotani oxirigacha borib, keyin Wyoming ulanib, Wyomingdan boshidan oxirigacha yurib, keyin Salt Lake Cityga topshiramiz ekan, yaqiniga. Utah shtati. Xudo xolasa kechgacha yurib, ertagacha olib bormoqchiman, ertaga juma. Agar ertaga olib bora olmasam, ertaga kunim ham dabdala bo'lishi mumkin. Shuning bilan keyin yana qanaqadir bayram ekan. Yana 2-3 kun bekor qolib ketishi mumkin. Shunga ulgurib uxlamasdan bo'lsa ham haydab olib boraman ertaga ertagacha. Uni topshirib keyin bironta yuk harakat qilib berishsa. O'zi yutadi, uncha narxlar yaxshi emas deyishdi-yu, lekin
Endi nimasi yo'q. Qanaqa narx bo'lsa ham olib chiqib ketish kerak bekor qolgandan ko'ra. Chunki haftani boshida juda dam olganman, haftani oxirigacha yaxshilab o'xshatib berishlari kerak. Shunaqa endi kutib o'tiramiz, bularda yuklashiga bog'liq. Agar tez yuklasa, tez chiqib ketamiz. Agar hozir yuklab bo'lsa, kechqurun soat 10:30da yetib borasan deyapti, to'xtamay haydasam. Demak, agar 1 soatcha vaqt olsa yuklashga ham kechasiga yetib boramiz ekanda. Hozir dronni zaryadini to'ldirdim. O'sha videoni ko'rmoqchi bo'ldim, nimaga svязь yo'qolgan. Mana 22 minut 31 sekundli oxirgi video. Hozir shuni endi tahlil qilamiz, nima bo'lgan ekan. Nima uchun svязь yo'qolgan, qayerda yo'qolgan va qanday qaytib kelgan. Balki o'zim ham tushib qolgandirman, bilmayman, hozir qarang, tekshirib ko'ramiz. Mana shu yerdan svязь yo'qolgan. Bu adden o'zi syomka qilgan. Mencha oxirgi videoni ko'raylik-da, svязь yo'qolgan. Unda ham zapis bor edi, adashmasam. Uzilib boshqatdan zapis qilgan yana. Mana bu yer ketyapman, oxirgi video. Mana shu yerda svязь yo'qolgan, yana o'zi boshqatdan syomkani boshlagan. Faqat bitta joyda qotib qolgan, o'zi necha minut qotib qolgan. Sal harakatlangan. Mana shu yerda o'zimizda ko'rishimiz mumkin hozir aytdi agar. O'zini yo'qotib qo'ygan, ko'rdingmi? Harakatlar, o'zini nima qilishni bilmay harakatlar qilgan. 7 minut, 8 minut, 9, 10, 11. Ana shu zaryad tugayapti bu yerda. Zaryad tugab orqaga qaytyapti. Pastlarda o'zimni ko'rishim mumkin, lekin svязь yo'qolgandan keyin men 15 minutdan keyin yo'lga chiqaman. Shu uchun ham orqaga qaytishni ham ko'rasizlar, juda sekin uchyapti. Menimcha sinematik modda uchyapti, ya'ni sinematik rejimida, asta harakatlanib. Bu yerda ham keladi. Shunda xuddi uchirgan joyimdan yana qaytib qo'nyapti shu yerga. Xuddi o'sha yerga. Keyin zaryadi tugaguncha o'zi shunday syomka qilib turadi. Bo'ldi shuncha. Demak, bizni tushirmagan tepadan. Vaqti traktor ichida bo'lganman. Men ketgan paytim o'sha bu qaytishni boshlaganda, o'sha tushishni boshlagan tepadan. Muhimi topildi. Rosa 1 soatda yuklab bo'lishibdi. Biz hozir dokumentlar raqamini kirgizib qo'yamiz. Keyin yo'lga chiqamiz. Har bir yuk olganimizda, tushirganimizda buni kirgizib o'chirib turamiz. Xullas hozir telefon bo'ldi kompaniyadan. Dispetcher telefon qilib aytayaptiki, bu noto'g'ri yukni yuklashib qo'yishibdi. Bu yuk o'zi boshqa joyga ketish kerak ekan, endi orqaga qaytishimiz kerak deyapti. O'sha 1 soat yurib qo'ygandim. Mayliga to'lab beramiz debdi. Bilmadim endi mayliga qancha to'laydi, foizga ishlaganim uchun menga yaxshiroq to'lab berish kerak-da. Mayliga to'laganim bilan agar 3 ga bo'lganingizda hech qanchadan qolmasi mumkin-da. Hozir
1 soat yana orqaga qaytsam, yana 1 soatda tushirib, yana qayta 1 soatda yuklasam, yana bu yergacha 4 soatdan ortiq vaqtim ketadi kamida bu. Uning ustiga ertaga juma. Buni o'zi ertagacha ulgurib uxlamasdan olib bormoqchi edim. Kim bo'l yana ertaga kechikib olib borsak, bu yerdan yuk olish yana muammo bo'lsa, qolib ketish ehtimoli bor-da. Shuning uchun rosa palakat ish bo'ldi. Endi asab buzilib ketdi to'g'risi. Endi yoqmaydigan ish orqaga qaytishda. Yana bosh og'riq orqaga qaytib, uni tushir, yukla. Kechasi uyqudan qolasiz. O'zi uch-bo'ch qilib planlashtirib ketyapti o'zim yo'limda. Qanchada to'xtayman, hammasini bittada qilib, zapravka, boshqa obed hammasini bittada tiqib olib, yana dars haydayman, kech bo'lmay shu ozgina bo'lsa ham uxlab, ertalab topshirsam, ertaga yuk olsam qiynalib qolmaslik uchun. O'sha bayram oldi bo'lgani uchun ertaga yuk chiqishini bilmadim. Shunisini o'ylayapman-da, kechikib olib borsam. Shu obeddan keyin ancha ehtimoli kamayadi yuk chiqishini. Endi olib borib yana qayta yuklab tushiramiz, boshqa ilojimiz yo'q. Oldin olib borganim bilan baribir nima qilib qabul qilishmaydi boshqa yuk ekanini. Shunaqasi ham bo'lib turadi ba'zida endi bu bilmadim, bu shiperda aybimi, chunki sразу men qog'ozdan jo'natgandim, ular tekshirib ko'rib, good to go deyishgan yana. Hammasi joyida deyishganda, endi ularning aybi bilan bo'yapti, shunga yaxshiroq pul undirishga harakat qilib ko'raman. Endi bunisi dispetcherga ko'proq bog'liq. Tushirishni boshladi. So'rasam maksimum harakat qilaman dedi. 45 minut 1 soatda tushirib tashlayman dedi. Tushib yuklab qayta. Vaqtingda ol dedi. Aytdim shu qaytib kelmasam bo'ldi. Yana qayta tekshirib olinglar dedim nimasini, shu raqamlarini ki yana boshqa yuklab qo'yishmasin deb. Yukni ham ro'parasi 1 soat deganda yuklab olishdi. Yukimiz xuddi o'sha narsa, lekin sal og'irroq ekan. Oldingi yuklagani 7,5 pound edi, hozirgisi 9,5 pound. Vaqtimiz bo'lsa o'zgardi. 11:30da borasan deyapti kechga. Hozir endi 2:30 ga deyapti. 3 soat vaqtimiz ketibdi-da. Hech qisi yo'q. Ranisi. To'g'ri bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Zapravkaga to'xtadim. Zapravka qildim, hozirda yuvinib chiqib, ichimlik olib olamiz. Shundan keyin non stop haydayman. 9 mayl yo'lim qolgan. Bor yo'q 100 mayl haydadim. Havo issiqligi asvist bo'lib chiqmasak bo'lmaydi. Traksotda bo'shligini qaranglar. 5-6 ta trak bor tamom. Hozir Interstate 90 yo'lda shunaqa traksotlar bemalol 12 kechasi kelsangiz ham, 1 kechasi kelsangiz ham joy bo'ladi parkinglarda. Ham juda katta joylar quriladi. Trakda chiroyliligini qaranglar. Trakda erkagi shular bo'ladi-da. Klassik traklar. Harakatni qarang, buni qarang, buni qarang. Yer bilan osmon farqi bor. Birinchi dush bizniki ekan. Lavsi dushlar ham yaxshi-da, kengina. Pilot tiyerlarda shunaqa tor joyga qilib qo'yadi. Ham issiqda dimlanib ketadi. Va bu yerda bo'lsa, yana havoni aylantirib turadi. Ichkariga kirsa salqin, parlanib ketmagan har bir odamdan keyin tozalaydi-yu. Parlanib ketmasligi uchun ventilyatsiya ham yaxshi ishlaydi. Hatto kamiga ba'zida ventilyatorni ham yoqib qo'yishadi.
Muzdak kofe yaxshi ketadi dushdan keyin. Ayniqsa, oldingizda uzoq yo'l turgan bo'lsa. Yoqilg'i narxlari ham ancha tushib qoldi. Solyarka turi 24, oddiy benzin 354 galloniga. 1 galloni adashmasam 3 litri 600 mi yo 700 milligram bo'ladi. 4 litrga yaqin. Mashinalarning qatorlashib ketganini qaranglar, hozir exitga yapti. Bir maylda hozir o'sha exitga kirib hamma mashinalarni o'tkazib yuboraman, yana asta harakatlanaman. Chunki shamol juda qattiq bo'yapti. 35-40 dan oshsam juda yomon sezdiryapti. Bir tomonga tortib ketyapti. Tim bo'lib bu yerda 90 yo'l hozir qurilish ketyapti turgani uchun ikki tomonlama yo'l juda xavfli bunaqa yo'lda tez haydash ham. Chunki hozir shamol ham 10 tomondan chap tomonga esyapti. Shimoldan janubga. O'zi bu yo'l qishda ham xavfli, yozda ham xavfli. Yozda shu shamoli bilan xavfli, qishda umuman yaxmalak bo'ladi. Oldingi videolarda ko'rgan bo'lsa-da ham, qishda ishlagan videolarimda shu yo'ldan ko'p yurganman. Bu paytda ham shamol, ham uning ustiga black ice bo'lib yaxmalak bo'ladi. Yaxshiki hamma tushunadi. O'zimizni signal chalib, vang'illatib abunga chiqmoqchi bo'ladi shoulderdan ham. Bu yerda bo'lsa sabr qilishadi, boshqa iloji yo'q. Oxirgi 10 mayldan beri shunda kelyapman-da. Endi buni tasavvur qilinglar, 30 ga turgan bo'lsam 20 minutdan beri. Bir soat deganda yana o'zimiz tezlikka chiqib oldik 75 ga. Shamollar o'zi ancha sekilladi. Qorayib bulut bo'lib kelishidan ko'rinyapti o'sha storm bo'lsa kerak. Boshqa tomonga qarab o'tib ketdi. Bu yoqqa bosamiz, xudo xolasa. Kechqurun haydashda eng qo'rqinchli tomoni shuki, o'zi yaxshi ko'raman kechqurun haydashni, lekin yomon ko'rgan tarafim mana bu US highwaylarida haydash, ya'ni katta trassalar emas. Men ham katta trassa hisoblanadi, lekin kam yuradi mashina, ya'ni katta yo'l emas. Mashina kamroq yuradi.
kechqurun bo'lgandan keyin umuman mashina yurmaydi. Anchadan beri orqada ham, oldinda ham umuman mashina kelgan yo'q. Eng yomoni telefonda umuman antena yo'q. Planshetda ham yo'q, ELDda ham yo'q. Trak texnika bilib bo'lmaydi. Buzilib qolsa ham bu yerdan juda qo'rqinchli-da. Traking buzilib qolsa bunaqa payt. Ko'chada qolish. Shundan yordam so'raymiz. Yo'lga chiqib har zaman o'tyap turgan mashinalar kechasi to'xtaydimi, to'xtamaydimi? Xavotirlisi shu. Xayrli tong do'stlar. Soat ertalab 6:30. Wyoming shtatiman. Utah shtatiga yaqinlashib qolganman. Bugun tushirishimga 2,5 soatlik yo'l qolgan. Kechqurun soat 1:30 da to'xtagandim. Ertalab 5 da turib haydayman degandim. Soat 6:30 bo'lib ketibdi. Hech qisi 9 da yetib borsan deyapti. 9:30 da. Xudo bu yuk tushirib olsak, yana yuk olishga uspet qilamiz nasib bo'lsa. Ketdik bo'lmasa do'stlar, yo'lga chiqamiz.
Yukimizni ham olib kelib topshirdim. Hozir bu yerdan bo'sh treylerlarda olamiz, keyin shunda bilan chiqib ketamiz. Hali bizga boshqa yuk bergani yo'q. Endi borib yaqinroq taksopda kutib o'tiraman. Soat ham 9:30 bo'ldi. Bugun yuk chiqish ehtimolini bilmadim, chunki ertaga bayram, Amerikaning mustaqilligi. Shuning uchun ham bugundan o'zi ko'p joylar ishlamaydi. Umid qilamiz ish berishiga. Chunki agar bugun qoladigan bo'lsam, juma, shanba, yakshanba 3 kun bekor qolib ketishim mumkin. Shuning uchun endi narxiga qaraymiz. Arzonroq chiqsa ham endi olamiz. Chunki bekor o'tirgandan ko'ra ishlagan yaxshi. Biz haftani boshida dam olib chiqamiz. Videoni shu yerda tugatsaman bo'ladi do'stlar. Video yoqqan bo'lsa bitta like qo'yinglar. Kommentariyada o'z fikrlarini yozib qoldiringlar, o'qib chiqaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.